Hammaga salom qizlarjonlar. Bugun soat 6:30da uyg'ondim. Bolajonim radam sumkasini taxlagani bormoqchiman. Jinsini bilmasagim kerak narsalarni olib qo'ymoqchiman. Har kun ertalab yuzlarim mana shunaqa ishib uyg'onaman va menga muzli bodring yordam beradi. Muzli bodring yuz ishishini oldini oladi, tinchlantiradi, namlantiradi. Hech qanaqa yuzga yomon ta'siri yo'q. Xohlasanglar Google'ga yozib ma'lumotini o'qisanglar bo'ladi. Uni bir marta ishlatib tashlab yubormayman. Foydalangan joyini kesib tashlab, yana morozikalga solib foydalansangiz bo'ladi. Muzli bodringdan keyin yuzinglarni yuvib tashlamaysizlar, uxudinglarni qilsanglar bo'ladi, xohlasanglar bo'yansanglar ham bo'ladi va zavtraklarimni qilib oldim. Bizda hamma ro'za tutganligi uchun bitta o'zim zavtrak qildim. Homiladorlarga kofe mumkin emas deb yozmanglar. Bir haftada bir marta ichsa bo'ladi. Kiyimlarimni kiyib, lehkigina makiyaj qildim. Kundalik makiyajga tonalka nimadirlar surtmayman. Yuzimni uxudini qilib, SPF ga surtib, labimni bo'yayman. Shu meni kundalik makiyajim. SPF gasiz hech qachon ko'chaga chiqmanglar, yuzingizga dog' tushirib qo'yishinglar. Birinchi boradigan joyimizni Sardor akam analiz topshirishlari kerak edi. Qon topshirgan daromad servisga borib, qon topshirdik. Keyin Sardor akam ishga ketdilar. Meni radam sumka taxlagan deb chiroyli diska magazinga bordim. Kerakli narsalarni olib oldim. Hali to'liq radam sumka taxlaganim yo'q. To'liq radam sumka taxlasam, videosini joylashtiraman. Yo'ldan chiqib, kapuchino olib oldim. Sutli kofe homiladorlarga mumkin va tirnoqlarimni manikyur, pedikurlarini qilib oldim. Oyog'imni pedikurni qilishga rosa ham qiynalgandim. Chiroyligina qilib qo'ydilar va uyimizdan olti shunaqa KFC sotadi. KFClarni olib, abitimni ham qilib oldim. Va meni bugungi kunim shu bilan shu desanglar bolajonim, jinsini bilmasam ham o'sha kiyimchalar olib qo'ydim, ham o'g'il bolaga, ham qiz bolaga ketadigan. Hali radam sumkam to'liq tayyor emas. To'liq tayyorlasam, videosini joylashtiraman, kutinglar.